Təxminən 8 gündən keyin Həzreti İsa, Petrus, Yuhanna və Yaqubni ilib dua qilish üçün taqı çıxdı. Həzreti İsa dua qılıbatqında onun yüzü özgərdi. Kiyimləri appaq bulub çaqmaqdək çaqnıdı. Tosatdın Musa peyğəmbər və İlyas peyğəmbər peyda bulub, bunun bilən sözləşki başladı. Bula Xudanın parlaq nuru içində ayan bulub, Həzreti İsa bilən onun Xudanın iradəsini əməlgə aşırış yolunda Yeruşalimdə qurban bolduğanlığı doğrusunda söhbətləşdi. Petrus və onun qerindaşlarını uyku basqan idi. Bula uxlab oyğanğanda Həzreti İsa'nın parlaq nurunu və onun bilən bili tuğan Musa peyğəmbər və İlyas peyğəmbərini kördü. Bu iki peyğəmbər Həzreti İsa'dan ayrılğan vaxtda Petrus özümü tuymağan halda Həzreti İsa'ga "Ustazım, bu yedi boğunumuz nemi degen yaxşı? Biri sizge, biri Musa peyğəmbərge, yani biri İlyas peyğəmbərge deb bu yege üçkep yasaylı" dedi. Petrus gep qıvatqanda bir bulut peyda bolup ulanı qaplıb aldı. Şagirtlar bulut içi qağınında qorquşub ketdi. Tuyuqsuz bulutdan Xudanın avazı anlanıb, "Bu mening oğlum, mening tallığınım. Onun sözüge kulaq selinlar" dedi. Avaz toxtağandan keyin ula Həzreti İsa'nın özü yalğız qağanlığını kördü. Şagirtlar bu işni uzun vaqtgacha hech kimga tinmedi. Etsi Həzreti İsa üç şagirti bilen billa tağdan tushgan vaqtida nurg'un kishilar uni qarshi olg'ili chiqdi. Topning ichidan biraylan tuyuqsiz vaqirab, "Ustoz, oğlumga ko'ngil bo'lgaysiz. U birli bola edi. Uningga doim bir jin chopishib elib, o'zicha vaqirab jaqirab ketidi. Ba'zida butun badani tortishib kelib, og'zidan oq ko'pik keladi. Jin uni doim qiynab, orom bermaydi. Shogirdlarimizdan bu jinni haydab etishni o'tnib so'rgan edim. Biroq ularning qo'lidan kelmadi" dedi. "Ey itiqodsiz va chirik avlod, men sizlar bilan birga bo'lib, sizlarning yanila bana ishonmaganliginglarga yana qachongacha bardoshlik beray" dedi Hazreti İsa. Ondan heliqi kishiga "Balangni elib kel" dedi. Bola kelayotganda jin uni yagi yiqitib, butun badanini tatishtirib etdi. Biroq Hazreti İsa jinni haydab etib, bolani saqaytdi va uni otasiga topshirib berdi. Köpçilik Xudoning kuch-qudratiga hayron bo'lishdi. Köpçilik Hazreti İsa'nın qilgan bütün ishlarga hayron bo'lib turganda, Hazreti İsa shogirdlarga "Anglab qo'yinglar, birisining sotqinligi bilan inson o'g'li boshqalarning qo'liga topshirib berildi" dedi. Biroq ular bu so'zning ma'nosini tushunolmadi. Çünkü bunun ma'nosi qasddan yoshirilgan edi. Ular uningdan bu so'zning tegini so'rashqimi petin olmadi. Shogirdlar zodi kimning eng ulug' ekanligini o'zaro talash tortishib ularning nima o'ylayotganligini bilgan Hazreti İsa kichik bir bolani yenida turg'izib shogirdlarga "Kim meni deb bunda kichik bolani qabul qilsa, meni qabul qilgan bo'ladi.
meni qarshi olsa, meni evatkuvchini qarshi olgan bo'ladi. Oranglarda o'zini eng tuvan tutqini Xudoning nazarida eng ulug' bo'ladi, dedi. Yuhanna Hazreti Aysoga, "Ustoz, sizning nomingiz bilan jillarni haydayotgan birsini ko'rdik. Lekin u bizga o'xshash sizga egashmaganligi uchun biz uni to'sdik", dedi. "Uni to'smanglar, chunki sizlarga qarshi turmaganlar sizlarni qo'llaganlardir", dedi Hazreti Ayso uningga. Hazreti Ayso o'lib, ondan tirilib, osmonga elib ketilgan kunga oz qolganda Yerusalimga berishni qat'iy qaror qildi. Buning uchun u oldin odam avatdi. Ular Samariya o'lkasiga bir yeziga kelib, Hazreti Aysoning kelishi uchun tayyorlik qilishga kirishdi. Biroq Samariyaliklar Hazreti Aysoni Yerusalimga ibodat qilishga bordi ekan deb qarshi olmadi. Uning shogirdlaridan Yoqub bilan Yuhanna bu ahvolni ko'rib, "Hey Rabbim, ularni ko'ydirish uchun osmondan o't yog'dirishni o'tinsak, qandoq deysiz?" dedi. Lekin Hazreti Ayso burilib, ularni aybladi. Ondan ular boshqa bir yeziga ketdi. Ular yo'lda ketayotganda bir kishi Hazreti Aysoga, "Siz qayerga bormang, men sizga ergishib boraman", dedi. Biroq Hazreti Ayso, "Tulkining o'nkiri, qushning uvisi bor. Biroq inson o'g'lining beshini qo'ygudek yerim yo'q", dedi uningga. U yana boshqa bir kishiga, "Menga ergashgin", dedi. Biroq yilqi kishi bahona ko'rsatib, "Ustoz, otam o'lib, uni yalikli qo'yg'ichi kutib, ondan sizga ergashaychu", dedi. "O'lganlarni ruhiy o'liklar o'zlari yalik qo'ysin. Sen bo'lsang berib, Xudoning podshohligiga doir xush xabarni taqat", dedi Hazreti Ayso uningga. Yana birisi, "Hey ustoz, men sizga ergashmoqchiman. Biroq avval uyimga berib, uydagilar bilan xo'shishib kelay", dedi. Qo'sh haydab etib, to'xtamay kayniga qaraydigan odamdek, burunqi hayotinglardan mehringlarni uzamsanglar, Xudoga xizmat qilishga loyiq bo'lmaysizlar, dedi Hazreti Ayso uningga.